Ishonavering, bu uyimizni ta'mirlaganingizdan keyin ota-onangiz bilan birgalikda mazza qilib ikki xo'jalik yashayverasiz. Yangiobod Dahasida joylashgan ushbu hovlimiz Yangiobod svetofordan 250 metr ichkariga kirganimizda joylashgan, deyarli yo'lli yuzida. Masjidga ham yaqin hisoblanadi. O'zi hovlimiz 7,3 sotix maydonni o'z ichiga oladi. U 8 sotixga oshiqroq bo'lish kerak, lekin ko'chaga mana ko'rib turibsiz, tashlashgan uyimizni hammasini tekis xonali bo'lishi uchun shuni hisobiga kadastr bo'yicha 7,3 sotix. Kanalizatsiyaga pul to'lab qo'yishgan, gaz, suv, svet umuman muammosiz. Demak, kirganimizda darvozaxonadan navesimiz keng qilingan ekan, avtomashina bemalol kirib chiqishi uchun va elektr montajini ham yevra qilib chiroyli bitkazib qo'yishgan ekan. Xonalarni esa birma-bir tanishtirib o'taman sizga. Hozirdagi xonalari juda ham yaxshi proyektda bo'lgan, to'liq plitalarni bosilgan, pastiga ham bundan tashqari pishiq g'ishtda qurilgan ekan. Demak, mana shu zinadan ko'tarilganimizda oshxona hamda ovqatlanish xonasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Uning yonida kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini garderobi hamda sanuzil bilan birga proyekt qilingan ekan. Juda ham go'zal proyekt bo'lgan. Bu ota-onalarimiz uchun hamda oshxona ovqatlanishga mos keladi. Navbatdagi xonamiz bu mehmonxona. Mehmonxonamiz ham katta keng qilingan. Ichkarida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va ichida sanuzil bilan birgalikda joylashtirib ketilgan ekan. Ushbu loyihamizni yana bir ustun tomoni pastki podval qismi 6 metrga 10 metrli yashash xonasi sifatida ham foydalansa bo'ladigan o'zini keng podvali ham mavjud. Aytgancha kanal suvgacha tortib qo'yishgan ekan. 7,3 sotix bo'lgani uchun mana shunaqangi katta komplashatkaga ham ega. Bu joyga yana qo'shimcha imoratlarni qurishingiz, o'zingiz uchun yana komfort qilishingiz mumkin bo'ladi. Hujjatlari joyida bo'lgan xonadonimizning narxi 79 ming dollar ozma sotib beradigan joyi bor. Egalan telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqishingiz mumkin.